ichida falkaga o'ralgan oq po'kay osh, oshni tepasida tovuqni go'shti deydi. Haligini qovuri chiqyapti deydi, ochsam deydi. Rahmat aytamadim deb qarasam yo'q deydi. Ketib o'tdi deydi. Sekin chekkaga olib o'tib, bu burchakroqqa borib olib yedim deydi. Yappanim ko'zimdan yosh oqyapti deydi. Yappanim ko'zimdan yosh oqyapti. Shunchalik tezob. Shunchalik hali tilimda aytganim yo'q. Qalbimda, miyamda ikkovi chamma bo'lib o'yladim xolos deydi. Qorimni to'yg'azdim-u rosa yig'ladim deydi. Rosa yig'ladim deydi. Namozni o'qib tahoratimni yangilayman deb shuni eshik tagiga boraysam, bitta odam alang-jalang qilyapti. 3 ta bola deydi. Bir mahal yaqinlasam, meni to'xtatishdi, aytdi tarjimon kerak emas deydi. Biz 3 kishimiz 4 kishilik joyda yashaymiz. Bittasini biz mehmon qilamiz. Yur biz bilan. Yotoqxonang bepul, yeb ichishni biz qilamiz. Yur biz bilan. Biz yerda 4 kun turamiz. Xo'p dedim, yo'q ham demayman dedi. 4 kun turishdi, ular Makka ga ketishyapti-yu. Men so'radim. So'rasam hozir deyishdi, Rashtashinni tarjimonni chaqirishdi dedi. Men so'radim, nimaga meni bular 3 kundan beri mehmon qilishyapti? Yotag'imni ham, oziq-ovqatimni ham qilishyapti, so'rab berchi? Imon ishorada tushunmayapman. Desa, bitta bola yig'labdi-da. Rasulullohni tush ko'rdim men. Meni masjidda bitta mehmonim bor. Shu bolani surati ko'rsatildi. Shu bolani mehmon qilib joy qilib beringlar, men sizlarga shafoat qilaman dedilar. Shu suratni biz 3 kun oqtardik-da. Mana biz 3 kun oqtardik. Ana bugun kecha topuvdik, olib kirib mehmon qilyapmiz. Biz endi Makka ga ketyapmiz. Agar ko'rishsak o'sha yerda ko'rishamiz. Bo'lmasam Alloh qiyomatda ko'rishlikni nasib qilsin. San tufayli men sahobaga aylandim deb $500 berdi dedi. Allohning mehmoni bo'lib borganingda duo qilib qo'yasan dedi. Qarang, Madinada 10 kun turdim deydi. Makka ga borib o'sha $500 bilan deydi bemalol 4 kun turib suvga salom olib qaytib keldi. Ana Rasulullohni. Biz Rasulullohni qanchalik yaxshi ko'ramiz.